Turklar mashhur qilgan iboralardan bittasi Alloh Alloh. Kelinglar bu o'z qayerdan keldi, nima sababdan turklar ko'p qo'shib gapiradi. Turklar islomiyatni qabul qilgandan keyin islomiy so'zlarni qo'shib gapirishi juda ham urf qilib olishadi va shunaqa paytda Alloh Alloh so'zi ham kirib keladi. Endi nima sababdan ular ko'p ishlatishgan? Yomon bir hodisa bo'lsa, lol qolganda, hayratlangan paytda ko'proq unga Allohni zikr qilish maqsadida Alloh Alloh deb aytishadi. O'zi asl negizi esa bu yerda nima bo'ladi? Bunda ham Allohni bir xayri borda degan maqsadda, Allohni zikr qilish maqsadida Alloh Alloh deb aytishadi va bu vaqtlar o'tib oddiy so'zga aylanib ketib qoladi. Shaxsan meni o'zimga kelsa, men ko'proq hayratlanganimda va to'satdan oniydan bir narsa bo'lib qolganda Alloh Alloh deb qo'yaman va imkon qadar kamroq ishlatishga harakat qilaveringlar. Baribir Allohni zikr qilayotganimiz va Allohni ko'p aytayotganligimiz bo'lar bo'lmas joyda ham ishlatib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar kamroq ishlatishni maslahat beraman. Video menimcha foydali bo'ldi. Nima qilishni bilasizlar arkadaşlar. Beni takip etmeyi, bir tane beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.